Aka, molmisiz? Nima deding? Molmisiz? Nega ko'chaga musiringizni tashlaysiz? Sen nima ishing bor? Bor yo'lingdan qolma. Oling musiringizni. Yaxshilikchi jo'na dedim senga. Bor. Jo'namayman, oling dedim. Yo'lingdan qolma deyapman. Bor. Oling musiringizni. Mol. Sardor bolam. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom o'g'lim. Nega kechga qolding? Ana bola bilan urushib qoldim oyi. Kelayotgandim, yerga musor otdi. Musiringni ol, o'zing bilan olib ket desam, menga baqirib urushib ketdi. Kechirasiz ukajon. Senamchi, o'zingdan kattalar bilan urushib noto'g'ri ish qilibsan-da, bolam. Mana shu musorni bolam, shundoq olib, musor idishga tashlasang, urush ham bo'lmasdi, janjal ham bo'lmasdi. Ana bo'ldi. Qani, yur ketik bolam. Lekin u bolani qilgan ishi noto'g'ri-ku. Ko'chaga axlat tashlash kerak emas-ku. Menga qara o'g'lim, buni hammaga tushuntirish juda ham qiyin. Muhimi, o'zing shu ishni qilmasang, shuni o'zi yetarli hozircha. Tushunding-a? Keyin katta yigit bo'lganingdan keyin hammaga tushuntirasan. Xo'p? Qani yur. Oyi, siz qahramonsiz. Nega endi? Chunki faqatgina qahramonlar doim yaxshi ish qiladi, hech kimni yomonlamaydi.